Hop, bugungi darsimizni boshlaymiz. Xudo xolasa bu Telegram kanalimizda live'da bo'lyapti bolalar. Bu video agar chiqsa YouTube'da sizlar e, qaytargan, ya'ni o'tib ketgan videoni ko'rayotgan bo'lasizlar. Agarda kimga bunaqa darsliklar, mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizani Kavilyon Trade kanalimizga obuna bo'linglar. Biz bo'lsam darslikni boshlaymiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz bizada likvidnost va FVG zonalari, ya'ni FVG imbalans deb aytilinadi. Mana shu narsalar kerak bo'ladi va основной biza katta krupniy guruhlar bilan, ya'ni bozorda ishlaydigan katta savdogarlar bilan birgalikda savdo qilishni Xudo xolasa o'rganamiz bugungi darsimizda. Bizada savdo qilishimiz uchun ikkita dona narsa kerak bo'ladi. Bu likvidnost va imbalans yoki FVG. Buni farqi yo'q. Kim imbalans deydi, kim FVG deydi. Likvidnost. Xo'p, boshlaymiz bo'lmasam. Likvidlik bu nima? O'zi likvid o'zi вообще nima narsa bu? Likvid o'zi aslidan olib qaraganda pul. Va bu pullar bor ekanki bozorda harakat bo'ladi. Ya'ni bozorda harakat nimadan paydo bo'ladi? Aynan pul kirganidan keyin bozorda harakat paydo bo'lar ekan. Xo'p, bizada likvidlikni qanaqa aniqlab va bozorda savdo qilishimiz kerak? Qanaqa buni ishlatamiz bozorda, to'g'rimi? Ya'ni likvidlik nimaligini hozir sekin-sekin tushuncha olib va bozorda qanaqa ishlash prinsipini o'rgataman. Undan oldin sizlarga aytib beray. Xo'p, likvid o'zi aslida ko'pchilik savdo qiladi. Ko'pchilik juda ham ko'pchilik savdo qilishadi. Masalan, SNR zonasida mana bunaqa maksimumlar chizadida, keyin mana bunaqa liniya tortadi, ya'ni shu zonani buzib ketmasa agar biza ssenariy yoki boshqa любой maksimum minimum strategiyalari bilan bu yerda baska buzgandan keyin sell ochamiz, mana shunaqa deb ishlaydi aslida, to'g'rimi? Lekin bozor nima qiladi? Ko'pincha holatlarda aynan bitta katta shpilka tashlab mana bu yerda keyin pastga oqib ketadi. Aynan nima qilar ekan? Mana bu yerda kirgan o'yinchilarni stop losslarini olib, keyin bozor pastga yuradi, to'g'rimi? Ko'pincha holatlarda sizlarda ham ko'pchilikda mana shunaqa narsa sodir bo'ladi. Aynan bu nimaga kerak? Ya'ni mana stopimni olib, bozor shu mani $1 mani bozorga kerak deb o'ylaysizlar. Juda ham ko'pchiliklar shu mani $2 bozorga kerak, mani stopimni olib endi yuradi. Buni qaranglar, yuradi deb jahl qilasizlar. Lekin aslida xuddi sizdek o'ylaydiganlar 99%, ya'ni mana shu yerdan sellga kiraman, как раз maksimum bor, как раз sellga ketadi bozor, shu yerdan sell ochaman. Lekin bozor aynan nima qiladi? Bitta shpilka tashlab hammani, ya'ni bitta siz emas bu yerda siz o'ylagan siz, ya'ni bu ikkitalik cho'qqini ko'rgan bitta siz emas. 99% treyderlar xuddi shu narsani ko'rib shu joydan сделка qiladi. Nima ekan? Bu yerda likvidlik bitta tepaga chiqib berishi nimaga? Aynan likvidlarni yig'ish. Xo'p, likvidlar nimaga yig'iladi? Nimaga bu stop losslarni bitta oladi, hamma pulni oladi, keyin bozor yuradi? Endi men sizlarga aytaman. Krupniy игрокlar degan narsa bor. Bozorda juda katta krupniy игрокlar bor. Ularga aynan sizlarni stoplaringiz kerak. Xo'p, shu krupniy игрокlar shunaqa yomon odam ekan, stoplarni olib, keyin bozorda sellga harakatlanadi. Ya'ni aynan mana shu joyda biza sellga kirganmiz, u ko'rib turadi, u yomon odamda stoplarimizni olib keyin yuradi. Yo'q, aslida ularga sizlarning stoplaringiz qiziq emas, ya'ni sizning stopingiz juda ham ko'p ob'yomda kiradi ular. Faqatgina ularga sotuvchilar, ya'ni sotib yuboradigan, ya'ni sizning stopingiz mana shu yerda deylik va sizdaga o'xshagan minglab treyderlar bor. Aynan mana shu yerda nima ekan? Mana bu nima ekan bolalar? Hozir o'rgatganim pul, ya'ni likvidnost. Biladi, mana shu yerda juda katta pul turibdi. Aynan mana shu obyektda juda katta summa borligini biladi krupniy игрок. Faqatgina mana shu yerda сделка ocha oladi. Sizlarga o'xshab bu yerdan сделка ocha olmaydi. Chunki u yerda katta kapital bozorga kirish uchun faqatgina katta odamlarni, ya'ni bitta, ikkita emas, minglab katta treyderlarni, ya'ni o'sha kichik treyderlarni deymizmi? Aynan o'shalarni likvidlarini qilib, ya'ni likvid hamma pullarini olib, keyin pastga yuradi. Как раз nima ekan? Bu yerdan sell ochish uchun katta pul bor va katta pulni olib bozor pastga qarab harakatlanadi. Xo'p, endi biz bu narsani salgina tushundik. Ya'ni stop losslarni yig'ishtirib bozor sellga yurar ekan yoki nima ekan? Prosta maksimumga qarab, dальше bozor tepaga yurar ekan. Endi likvidlar bu yerda nima bo'ldi? Bu yerda prosta hech qanaqasi krupniy игрок kirmagani hisobiga bozor dальше buy selldan, ya'ni buyga o'zgarib ketdi. Biz bu yerda hech qanaqa likvid yechilganini ko'rmadik va tepaga chiqdi. Xo'p, bu mavzuni qisqacha tushuntirib berdim. Ya'ni likvidlik nimaligini, ya'ni bozor nimaga mana shunaqa qilishini sizlarga aytdim. Ko'pchilik aytadi-ku, mana stop lossimni olib,
keyin bozor yuraveradi. Aynan sizni stop lossingiz hech kimga kerak emas. Aynan sizdaqa o'ylaydigan ko'plab stoplar qayerda turganini bozor ko'rmaydi. Krupniy igroklar o'sha joydan faqatgina savdoga kira oladi. Krupniy igrok faqat o'sha joydangina selga yoki bayga qo'shila oladi. Biladi, stop o'sha yerda turadi. Katta summalar o'sha yerda turganini biladi va o'sha joydan сделка ocha oladi. Ya'ni 1000 lotmi, trillion lotmi farqi yo'q. Katta krupniy igroklarga qarshi hech qachon savdo qilish kerak emas. Aynan mana shu video sizlarga, xudo xolasa, mana shu igroklar bilan, ya'ni katta krupniyaklar bilan savdo qilishni o'rgataman, xudo xolasa. Xo'p, bu krupniy igroklar bilan, ya'ni likvidlar bilan savdo qilish uchun biz nima qilishimiz kerak? Xo'p, biz birinchidan bilib olamiz, likvidlar qayerda turadi. Aynan o'sha hozir ko'rsatgan 2M modeli tepasida, ya'ni likvid turishi mumkin. Aynan selga harakat bo'layotgan vaqtda mana shu hududda selda likvidlar turishi mumkin, ya'ni likvidni olib pastga ketadi. Aynan range holatida bo'ladigan bo'lsa, maksimumda minimumda likvidlar bo'ladi. Trend liniya bo'ladigan bo'lsa, pastga tushuvchi pastda, ya'ni bu qanaqa bo'ladi trend liniyada? Aynan sizlarga o'rgatgandek, pastga, keyin tepaga, keyin pastga, keyin tepaga, keyin pastga. Mana shunaqa deb o'rgatadi, to'g'rimi? Sizlarga hammaga mana shunaqa tepadan chiziq chizasan. Aslida bu xato. Bozor aslida mana bunaqa yuradi, bunaqa yurmaydi bozor. Bunaqa qilib yuradi, keyin likvid tozalab keyin pastga tushadi. Yana korreksiya, yana likvid tozalab pastga tushadi. Yana korreksiya, yana likvid tozalab pastga tushadi. Aynan mana bu holat to'g'ri. Bozor har doim likvidlarni tozalab, selga bo'ladigan bo'lsa, selga, bayga bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni teskarisi. Xo'p, e'tibor beramiz va sell variantda bizada minimumlarda likvidlar turadi. Va bunaqa holatda ham xuddi shunaqa bizani oxirgi minimumlarda likvidlar, rangeda ham xuddi shunaqa likvidlar qayerda turganini sizlar ozgina bo'lsa ham tushunib oldilaringiz. Endi ikkinchisi, bizada e'tibor berishingiz mumkin, bizada trend bayda, ya'ni o'suvchi trend bo'lyapti va bizada oxirgi minimumlarni yechib, likvidlikni yechib, bozor nima qilyapti? Agressiv harakat bayga bo'lyapti. Va e'tibor berishingiz mumkin, ikkinchi skrinshotdan xuddi shunaqa maksimumda turibdi, bu yerda minimumda turganda, to'g'rimi? Likvid yechilgan, bayga ketgan. Bu yerda maksimumda turibdi, likvid yechildi, bozorda nima bo'ldi? Agressiv harakat bor, bozor selga harakatlanib tushib ketdi. Aynan nima ekan? Krupniy savdogarlar, ya'ni krupniy igroklar bilan birgalikda qo'shilib savdo qilish mana shunaqa sistemada. Hozir o'rgataman bu hammasini. Xo'p, bu yerda kattaroq variantimizda ko'ryapsizlar, sell site yechilgan, sell site yechilgandan keyin qachonki sell site yechilsagina agressiv harakat bo'lsa, bozor haqiqatan savdo, ya'ni bayga davom etadi. Ko'ryapsizlar, bu yerda ham xuddi shunaqa, boyagina kattalashtirilgan varianti. Buy site yechildi, tepaga harakat va likvidlik yechilib, pastga bozor qulab ketyapti. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerda likvid yechilgandan keyin bozorda agressiv harakat yo'q. Ko'ryapsizlar, mana yechilyapti, naborot pastga oqib ketyapti. Bu yerda nima bo'ldi? Juda katta krupniy igroklar bayga hech qanaqa сделка ochgani yo'q. Umuman savdo, ya'ni bayga ochilgani yo'q. Shuning uchun bozor naborot selga ketib, откат olib, yana dальше selga. Bu yerda ham likvid yechilmasdan prosta pastga oqib ketdi. Nimaga? Bu yerda katta savdogarlar bay bitimini ochishgani yo'q. Qachonki bay bitimini ochmas ekan, bozor davom etadi trend selga va selga. Bizada esa aynan ya'ni aqlli savdo qilishimiz uchun likvid yechilgandan keyin har doim savdoga kirishimiz kerak. Likvid yechilgan qanaqa bozor, aynan bu joydan qanaqa kirishimiz kerak? Bizada bu joydan savdo qilishimiz uchun hozir sizlarga tushuntiraman. Bu yerda minimumlar, ya'ni aynan likvid yechilgan, bayga ketgan, bu yerda maksimum yechilgan, bu yerda yechilib, bozor selga harakatlangan. Xo'p, bizada aynan bayga selga kirishimiz uchun hozir ozginadan keyin qanaqa entry qilishlarni hammasini tushuncha beraman. Birinchi biza o'rganadigan narsamiz nima degandik? Likvidnost va FVG, ya'ni imbalans degan. Likvidnost sal bo'lgan bo'lsa ham tushuncha oldik, ya'ni yechilib, bozor qanaqa agressiv harakatlarini ko'rdik. Endi FVG ni tushuncha beraman. Qaranglar, FVG o'zi nima? FVG bozorda 3 ta shamdan iborat va o'rtadagi shami juda ham katta razrif, ya'ni bo'shliq qoldirib tepaga yopilgan sham bo'ladi. Ya'ni o'rtada hech qanaqa sham birlashmagan. Ya'ni nima bo'lgan? Mana bunaqa narsa bo'lmagan. 3 ta shamni olsak va soyalari mana bunaqa bo'lsa, bu imbalansga kirmaydi. To'g'rimi? Yoki kiradimi? Kim biladi? Kim mana savolimga javob bera oladi? Mana shu yerda imbalansga kiradimi, mana shu joyda imbalansga kirmaydimi? Shuni aytinglar bo'ldi, faqat tez. Video cho'zilib ketmasin.
Xo'p, qo'l ko'tarilayotganlar bor. Balansga kirmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, bu yerda hech qanaqasiga imbalansga kirmayapti, to'g'rimi? Xo'p, To'g'ri. imbalans Chunki bo'lishi mana shpilkalar bir-biriga yopishganda xuddi shunaqa. o'rtasi Agar mana ochiq shunaqa emasda. xuddi shunaqa. Agar faqatgina mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'rtasi ochiq bo'lib ketadigan bo'lsa agar как раз bu bizda nima kerak? Shu FVga yoki imbalansga kirar ekan. Agarda shpilkalari bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu FVga kirmaydi. Mana bu hozir FVga kiradi, ko'ryapsizlar? FVgani ham tushuncha olib oldik. Endi bo'ldi. Biza har doim bozorga kirishimiz uchun katta agressiv harakat faqat 1 soatli shamda bo'lishi kerak. Ya'ni bozor qanaqa ekan? 1 soatli sham, ya'ni bozorda bilasizlar, M1, M3, M5, M2 любой time frame'dan biza eng aqllisi H1 ni tanlar ekanmiz. Ya'ni 1 soatli time frame bizada aynan направленияmiz tez harakatlanyaptimi bayga yoki tez tushyaptimi selga? Mana shuni birinchi topishimiz kerak bo'ladi. Agar biz faqatgina H1 time frame'da harakat tezligini topadigan bo'lsak, bizada M5 ga o'tamiz. H1 dan sразу M5. M5 faqatgina bizada shakl yasayotganida, aynan mana shu tez harakatlanayotgani bizada nima ekan? Mana bunaqa ko'rinish bo'lishi kerak. Bizada ya'ni zilka savdo qilishimiz uchun 5 minutlik mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hozirgina sizlarga ko'rsatganman. Ya'ni bu teparoqda ko'rsatdim, to'g'rimi? Mana bu yerda sizlarda qanaqa o'rgatishadi deb, mana bunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni 5 minutlikda mana shunaqa. Ko'pchilik nima qiladi? Juda katta trend bayga ketayotgan vaqtda tan olinglar, ko'pchilik wholesale-ga ketadi. Wholesale-ga kiraman deydi. Ya'ni nima qiladi? Bozor tepaga tez ketyapti, 1 soatlik ham tepaga ketyapti, sell-ga harakatlanadi. Ya'ni ko'p kanallar ham sell-ga сделка beradi. Ya'ni necha pips? 20 pips, 30 pips, 20 pips, 30 pips sell-ga harakatini beradi. Ya'ni mana shu holatlarda beradi, mana shu joylarda. Lekin bunaqa qilish xato. Lekin sizlar esa aynan bu joyda H1 dagi shunaqa reaksiyani ko'ryapsizlarmi? Ya'ni agressiv harakatni ko'ryapsizlarmi? Bu bizada nima ekan? Bizada nimani o'rgandik? FVG ni o'rgandik va liquidность o'rgandik, to'g'rimi? Bu FVG desak, mana bu joyda nima ekan? Likvid yechilinayotgani. To'g'rimi? Mana bu joyda ko'ryapsizlar, mana bu yerda likvid yechilyapti. FVG dan touch olamiz va bozorda buy. FVG dan touch olyapmiz, likvidlik yechilyapti, bozorga buy. Mana shunaqa kirar ekanmiz. Xo'p, biz tushundik. Endi mana bunaqa holat bo'layotgan vaqtda nima qilar ekanmiz? M5 dagi time frame dan biz M1 da o'tamiz. Ya'ni nima bo'lgan? Bu yerda e'tibor bersanglar, sizlar aynan FVG dan bozor reaksiya olgan va bozor nima qilyapti? Buyga harakat. Nima bo'lyapti bu yerda? Oxirgi maksimum buy sidegacha, ya'ni o'sha qoldirib ketilgan likvidgacha bozor harakat. Endi bu 5 minutlikda ko'rayotgan bo'lsak, M1 dagi harakat bizni har doim time frame'lardan time frame'larga tushib, zilka ochishimiz uchun kerak. Как раз scalp strategiyasiga juda ham mos va juda ham zo'r to'g'ri keladigan strategiya bu. E'tibor beringlar. Bu yerda likvid yechilinyapti. Bozorda agressiv harakat bayda bor. Biz hali ham kirganimiz yo'q. Bozorda yana bir marta harakatni ko'ryapmiz va bu yerda M1 dagi likvid yechilinayotganini ko'ryapmiz. Ko'rayotgandan keyin oxirgi harakat maksimumda, ya'ni 1 minutlikda e'tibor beringlar. 1 minutlik tepada buzilgandan keyin bizlar nima qilyapmiz? Aynan mana shu joydan сделка qilyapmiz. Hozir buni sizlarga bozordan ko'rsatib, bitta tushuntirib beraman qanaqa сделка qilish. Ya'ni nima ekan? Aynan bizga 1 soatlik juda ham zo'r harakat bo'lishi kerak va 5 minutlikda bizda likvidlar yechilinayotganini ko'rib va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu yerda boshqacha harakat, bu yerda chizganingiz boshqacha. Albatta bozorda вообще boshqacha sistema bo'ladi. Aynan biz o'rganishimiz kerak. Aynan mana shunaqa holatlarda bozordan savdo qilib, pul olib ketishga. Ko'pchiligi chalkash bo'lishi mumkin. Aynan bu strategiyani o'rgangandan keyin aynan likvidnost va imbalans bo'ldi. Xudo xolasa faqat mana shundan yaxshi foyda qilishlaringiz mumkin. E'tibor beringlar. M5 dagi harakat imbalansdan bo'lyaptimi? Albatta. Va bizda likvidlar yechilyaptimi? 1 minutlikda olyapmiz, likvid yechilyapti. Aynan bozorda reaksiya bor, bozor buy, tepadagi nima ekan? Maksimumgacha, bozor maksimumgacha tek profit olib beryapti. Endi biz полностью buni bozordan bitta-bitta sizlar bilan ko'rib chiqarganmiz. Hop, ketdik. Hop, mana shu joyda sizlar bilan kuzatamiz.
bozor M15 time frame turgan ekan. Kelinglar 1 soatlikda olamiz. Biza hozir o'rgangan strategiyamiz bo'yicha nima ekan? Bizda likvidlik kerak ekan, to'g'rimi? Men sizlarga hozir mana shu misolida microgold, ya'ni bizda futures bozorida tillarni harakatini sizlarga tushuntirib beraman. Keyin real bozorda shunaqa narsa bo'lmagan, как раз ko'pchilik bozordan quruq qolganini ko'rsatib bermoqchiman. O'zlaringiz ham hayratda qolasizlar. Xo'p, mana shu joy menga eng qiziq joyi tillada. E'tibor berishingiz mumkin. Aynan bizda nima kerak? Imbalans kerak yoki likvidnost kerak, ha? Endi e'tibor beringlar. Mana shu joyda bizda bozor minimum, ya'ni katta minimumni nima qilyapti? Hozir o'rgatgan strategiyam bo'yicha likvidlik yechilyapti, to'g'rimi? Mana shu yerda likvidlik yechilyapti. Ana shu hozir kartinkani sizlar yaxshilab saqlantirib olinglar o'zlaringizni bironta narsalaringizga. Endi mana shu skrinshot olsalaringiz ham mayli. Ya'ni shu joyni ko'rdingiz, likvid yechilyapti. Aynan как раз nima ekan? 25 deyapman. 5-noyabr ekan. Как раз 5-noyabr yechilyapti. Bu microgold futures sistemasi. Ya'ni biz hozir mana buni microgoldda ko'ryapmiz. Futuresda. Xo'p, endi biz oddiy o'yinda o'tamiz. Server o'yinda. E'tibor beramiz, shu joyni topamiz. Sizlar bilan birgalikda. Tak, bu joyi bozorda o't mana bu joy. Mana qaranglar. Hamma bilish uchun, hamma tushunish uchun mana 5-noyabrmi? 5-noyabr. Endi menga aytinglarchi, bir kishi mikrofonini yoqib. Mana shu yerda likvid yechilyaptimi? Menga aytib beringlar, ko'ringlar. Kim ayta oladi? Mana shu yerda likvid yechilganmi yoki Yechmagan. Mana shu yerda hech qanaqasiga likvid yechilmagan, lekin bizda nima ekan? Futuresda aynan shu joyda likvid yechilgan. Ko'ryapsizlarmi? Aynan aniqlikda bizda nima? Future bozorda bizda ko'rsatib bera olyapti. Aynan likvid yechilgan, shuning uchun bozor bayiga yurgan. Lekin ko'pchilik mana shu holatda nima qildi? Aynan hozir shu joyni ko'rsataman yana bir marta. O'ndada likvid yechilmagandan keyin mana shu joyda savdoga kira olmadi. Juda ham ko'p kishi odamlar. Mana shu narsani ko'pchilik bilmaydi. Agar shunaqa sistemada, ya'ni bizlar bilan bilim olib savdo qilmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanaliga o'tinglar. Kavilyon Trade. Mana shu videoni tagida opisaniyasi ham bor, Kavilyon Trade Telegram kanali. Xo'p, endi biz davom etamiz. Bu yerdan biz likvidlikni yechyapmiz. Aynan futures goldda. Hozir o'rgangan strategiyamiz bo'yicha, to'g'rimi? E'tibor beringlar. Ya'ni entry nuqtalarini biz topishimiz kerak. Qaranglar. Likvid yechilyapti. Bu juda ham zo'r. Ya'ni bozorda likvid yechilgandan keyin aynan harakat nima ekan? Bozor bayga yurishini biz ko'rishimiz kerak. H1 da ko'ryapmiz. H1 da reaksiya bor va biz M5 ga o'tamiz. Shu joyni M5 da ko'rishimiz kerak. Nimaga? Zilka ochishimiz uchun ekan. Xo'p. E'tibor beramiz. Likvidlik yechilyapti. Likvidlik yechilgandan keyin bozorda harakatni kuzatamiz, e'tibor beramiz. Harakat qanaqa bo'lyapti? Oxirgi impulsli tushgan shamlarni bozor necha minut ichida? 1, 2 bo'lsa, mana bu yerda 3 minut ichida, 3 minut deyapman, 15 minut ichida 5 minutlikda ko'ramiz chunki. 15 minut ichida mana bu aynan 1, 2. Aynan mana shuni bizda nima kerak? Aynan mana bu yerdagi tepadagi soyasi kerak emas. Hech qachon soyasi kerak emas. Agar bu bitta dona sham bo'ladigan bo'lsa ham, bitta dona uzun sham bo'ladigan bo'lsa ham, buni soyasi, qaranglar, men sizlarga tushuntirib beray. Entrydan уже sizlarga entryni tushuntiryapman. Mana bunaqa soyasi uzun bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqasiga soyasidan mana bunaqa zona tortmaymiz. Tushunyapsizlar? Biz nimadan tortamiz? Xo'p, biz tanadan tortamiz. Uzun bo'ladigan bo'lsa ham, aynan bizga tana kerak. Mana bunaqa tanadan tortib qo'yamiz. Agar mana shu tanani o'sha ko'rayotgan time frame'imizda buzadigan bo'lsa, biz o'sha joydan entry qilishimiz mumkin. E'tibor beringlar, bizda mana bu ikkita impulsli tushgan sham, aynan mana bunisi kerak bizga. Bunisi mana bunisi emas. Bunisidan ham kirib ketsa bo'ladi. Bu uverenro. Ya'ni bizda nima bo'lyapti? ATR bo'yicha, bu endi boshqa darsliklar, ATR bo'yicha 50% dan yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda makro buzadigan bo'lsa bo'ldi, bizga yaxshi. Ayni ATR aniqlash va boshqa strategiyalar o'sha bizning Telegram kanalimizga kirganlar sekin-sekin o'rganadi. Xudo xolasa darsliklar qilib o'rgataman. Bizda ATR 0.5 zonasi mana bu joyda to'g'ri keladi. Bu joyda emas. Shuning uchun 0.5 zonasi bu bo'lsa, как раз bizda mana bu qizil shamni tanasiga bitta qo'yamiz. Ya'ni nima? Aynan zona tortib qo'yamiz. Agar mana shuni buzadigan bo'lsa, xolasak birinchi entry, ya'ni sal
xavfliroq. Bu yerdan qilsak bo'ladi. Mana shu yerdan entry qilsak bo'ladi. E'tibor beringlar. Mana shu joydan entry buyga qilsak bo'ladi. Biza har doim bitta narsani bilib olinglar. Bozorda har doim 1 ga 2 sotnosheniyada ishlashni o'rganib olinglar. Ya'ni yo'qotish $1 bo'ladigan bo'lsa, topish $2 bo'lishi kerak. Har doim mana shu sistemani o'zlaringizga o'rnashib olinglar, ya'ni olinglar. Ya'ni 1 ga 2 sotnosheniya har doim. Xo'p, agar sal xavfliroq bu yerdan kirsak ham bo'ladi. Endi sizlarga yana bitta narsani ko'raman. M5 time frame da e'tibor beringlar. Mana bu yerda nima qoldirib ketyapti? Sirazu aytinglar. Kim bildi? Nima qoldirib ketyapti? Kimdir javob beradimi mikrofonni yoqib? O'zi o'rgangan strategiyamiz. Order blok qoldirib ketyapti. Mana bu joydan, mana shu joydan o'zi o'rgangan strategiyamiz. Nimaga sizlar tushunmayapsizlar? Chota mana bu joyda mana. O'zi o'rgatdimi? Mana. Bu FVG emasmi? FVG imbalans FVG imbalans. Ishlab tushib beryapti-ku. Yashaylar har doim mana shu yerda ko'ryapsizlar mana. Aynan mana shu imbalans nima ekan? 3 ta switch orasidagi bo'shliq bizda nima ekan? Imbalans ekan. Xo'p, bizda kiradigan nuqtasi aynan mana shu joy bo'lishi mumkin. Lekin bu yerdan kirsak ham bo'ladi. Lekin biza sal minimal risk qilish uchun har doim bu yerdan zid ochamiz. Ochishimiz qanaqa ekan? Shu zonaga kelsa, imbalans zonasiga kelsa, minimumda, ya'ni yechilgan likvidda qaranglar, yechilgan likvidda minimumda stop loss bo'ladi. 1 ga 2 sotnosheniya yetadi bizga. 1 ga 2 sotnosheniya nechida to'g'ri kelyapti bizga? 1 ga 2 sotnosheniya bizda o'sha tepaga chiqib ketgan. Bu yerda biza o'z pulimizni olib chiqib ketyapmiz bozordan. 1 ga 2 sotnosheniya mana shu bo'lyapti. Qaranglar. Stop bo'lsa $1, take profit bo'lsa $2. Yoki sal kattaroq lotda kirmoqchi bo'lsangiz, stop bo'lsa $10, take profit bo'lsa $20. Mana bu sotnosheniya, ya'ni mana shunaqa strategiya bilan ishlash har doim sizlarga juda ham aniqlikda va to'g'rilikda ishlab beradi. Endi davom etamiz. Biz yana 1 soatlikda o'tamiz. Bizda nima kerak? Aynan likvidlar yechilgani, bizda imbalans kerak ekan, to'g'rimi? Ko'rishlaringiz mumkin. Bozorda yoki imbalans yoki likvidnost. Bizda burada take profit bor. Sizlar sananglar. E'tibor beramiz. Mana bu yerda nima qoldirib ketgan? Imbalans tashab ketgan. Yashay. Mana bu yerda nimani yechyapti? Likvid. Juda ham chiroyli va M5 ga o'tamiz. Endi men sizlarga hozir tushuncha beraman. Xo'p, bunaqa ishlashni tushunyapmiz. Endi ana aniqroq ma'lumot bering deganlarga hozir men sizlarga tushuncha beraman. Qachon agressiv harakatdan savdo qilish kerakligini. Bizda imbalansdan reaksiya bor, agressiv harakat tepada bor. Bizda nima bor? Likvidlik yechilinayotgani bor. Likvidlik yechilgani mana bu yerdan ko'ryapmiz. O'sha likvidlik yechilgan, aynan FVGdan reaksiya bergan va bozor nima qilgan? Bozor yana pastga kelib, bizda hech qanaqasiga stop bo'lmasdan tepaga ketyapti. Xo'p, endi bu narsalarni tushundik. Ya'ni ma'lumot oldik. Agarda kimga tushunmagan bo'lsa, videoni boshqatdan yengitdan ko'rib, yana ko'ringlar. Hozir bu video saqlanib bo'ladi, bolalar. Bu videoni saqlanib qilamanda, anaqaga YouTube kanalimizga tashlab beraman. Qayta ko'rib o'rganinglar. Bu strategiyani o'rganinglar, xudo xolasa sizlarga yaxshi pribil olib keladi. Endi men sizlarga tushuncha beray. Olim aka, Kavilon klubga ham tashlab qo'ying aka, iltimos. Silkasini tashlayman. Kavilon klub ham kirib YouTube'ga bemalol ko'rsa bo'ladi. E'tibor beramiz. E'tibor beringlar. Sizlarga tushuncha beraman. Xo'p. O'sha o'rgangan. Ya'ni nima deganim? Bozorda katta krupniy igroklar kirsagina bozor nima qilar ekan? Reaksiya bo'lar ekan, to'g'rimi? Aynan bozorda nima ekan? Mana bu yerda krupniy igrok, ya'ni mana bu yerda biz minimumni ko'rdik. Hamma stop loss'i aynan mana shu joyda bo'ldi. Biz bildik, mana shu yerda stop loss qo'yadi. Hamma igroklar mana shu yerda qo'yadi. Endi biz bu yerda savdo qilishimiz uchun bizda likvidlik yechilishini kutishimiz kerak. Aynan oxirgi minimum bitta yechilinib, bozor sirazu tepaga qaytishi kerak. Ya'ni bozor tepaga sirazu qaytdimi? Ya'ni o'sha minut, o'sha daqiqalar, o'sha 5 minutlik ichida yoki 3 minutlik ichida, 1 minutlik ichida sirazu bozor orqaga qaytsa, orqaga qaytish bilan bizda katta tushgan qizil svichani bozor yana orqasiga qaytib nima qiladi? Mana shu yerda ochilgan svicha mana pastga tushadi-da, sirazu tepaga chiqib yopilib oladi. Va bu yerda nima hosil qilgan bo'ladi? Aynan mana bunaqa narsani ko'rgan bo'lasizlar. Va biz nima o'rgatgandik? Aynan
mana shu zonada likvid yechilganini bilyapsizlar, likvid borligini bilyapsizlar, selda likvid yechilganini ko'ryapsizlar va bozor orqaga qaytganini ko'ryapsizlar va bizada nimaga ham oxirgi juda kuchli impuls bilan tushgan shamni bozor tepada yorib qo'yyapti, ya'ni tanasini. Aynan mana bu yerda soya bo'ladigan bo'lsa, bizlar nima qilar ekanmiz? Har doim tanasidan tortamiz. Va mana shu time frame'da bu 1 soatlik bo'ladimi, bu 4 soatlik bo'ladimi? Farq yo'q. Tepada yopilinadimi? Biz nima qidiramiz joyida? FVGda urilishlari va bizada bozorda yana xuddi shu modelni takrorlaydi. Minus kichkina minimumga tegib va katta minimumda aynan buni qaranglar. Bu katta time frame'da bo'lgan holati, bu kichkina time frame'da ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Va biz nima qilamiz? Aynan mana shu yorilgandan keyin сделкаga kirar ekanmiz. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerdan kirmayapmiz. Kichkina time frame'da yana qo'shimcha tasdiq bor, likvid yechilgani bor. Qo'shimcha tasdiq ichida yana qo'shimcha tasdiq topib, biz keyin сделкаga kiryapmiz. Bu joydan kiryapmiz va mana bu holatda minimumga qo'ysak ham bo'ladi va mana bu holatda minimumga uzoq muddatga savdo qilayotgan bo'lsak, bunaqa qo'yib ishlashimiz ham mumkin. Vaziyatga qarab va bozorda qaysi time frame'ga turganimizga qarab сделка ochar ekanmiz. Ozgincha tushuncha bo'ldi. Endi bitta bozorga ko'rsatib beraman, yana bir marta bo'ldi. Qaranglar. Oddiy любой joydan misol keltirib aytaman sizlarga. Mana hech qanaqa u yog'ini ko'rmayapman. Prosta e'tibor beraman. Likvid yechilyapti. E'tibor bering. Likvid yechilgandan keyin, likvid yechildi, endi hozir mana shu yerdan bayga kiraman, tarillatmaysizlar hech qanaqasiga. Qachonki обратно reaksiya bo'lsagina kirasizlar, qaranglar. Как раз reaksiya bormi? Haqiqatdan bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Katta impuls ham tepada yopilinib qolyapti. Nimaga? Chunki mana bu yerda juda ham ko'p igroklarning stop lossini olyapti mana bu yerda. Ya'ni nima degandim men sizlarga? Aynan mana shu yerda likvid bor. Likvid nima deganim? Pul. Katta stop losslarni yig'ishtirgandan keyin bozor agar qachonki yig'ishtirsa, bilamiz yig'ishtirdi deymiz, lekin kirmayapmiz bayga. Impuls bilan o'tyapti. O'tganini bilyapmiz. Bizni nima o'rgatgandik hozirgina? Mana bu impulsli tushgan shamni bozor tepada yopilinib qolsa, atkadidan keyin bayga kiramiz deyapmiz. Atkadidan как раз kelganda ham bizda nima bor? Bu yerda FVG bor. Bilasizlarmi? Juda ham oson. Faqat buni tushuncha hosil qilish kerak. Agarda stop, ya'ni mana bu yerda stop qo'ygan bo'lsa, stoplarni yig'ishtirgan bo'lsa, bo'ldi, stoplarni yig'ishtirdik-ku, demak bay bitimini och demaysizlar. Qachonki reaksiya bo'lsa keyin. Tushunyapsizlarmi? Orqaga, ya'ni bozorda juda ham katta impuls bilan tushish bor. Ya'ni bozorda juda ham katta impuls bilan tushish bor. Tushishdan keyin yana orqaga qaytish bor. Orqaga qaytish tepada bo'lyaptimi? Keyin kirasizlar. Tushunyapsizlarmi? Juda ham oson sistema. Faqat shoshilmaslik kerak. Aynan burgut bilan, ya'ni burgutlar qanaqa hujum qiladi? Ya'ni burgutlar turadi, joyi kelsagina hujum qiladi. Ya'ni trade-da ham ozgina bo'lsa ham mana shunaqa burgutga o'xshab harakat qilinish kerak. Ya'ni vangaga o'xshab emas. Mana bu minimumda hozir menda tak bu yerda SNR zonam bor. SNR zonamda men bozor kelsa, mana bu yerda men сделка ochaman, mana bu yerda buy ochaman va stop lossim mana bu yerda bo'ladi. Demas. Bu noaniqlik. Bunaqa savdo kerak emas, bunaqa savdo bo'lmaydi. Sizlarda bu yerda ob'yom bo'lmasa hozir pastga tashlaverishi ham mumkin-a bu yerda o'zi aslida olganda. Yashang. Pastga ham olinmagan joylar turibdi-ku. Yana bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu beshikis turgan joyda. Yashang, men shuning uchun tushuncha beryapman. Mana bu yerda kirish, mana bu yerda sell, mana bu yerda agressiv harakat bo'lyapti-da, bu yerda yana nima qilyapti? Yana stop bo'lyapti. Yana bu yerda agressiv harakat bor. Yana agressiv harakat bor. Как раз nima bo'lyapti? FVG bor. Bu yerda FVG bormi? E'tibor bering. Kirishingiz uchun FVG bormi bu yerda? Mana bu yerda aldagan bo'lsa, siz o'ylashingiz bo'yicha mana bu yerda aldaganmi bozor? Aldolmagan-a? Ko'ryapsizlarmi? Chunki FVG bor. Yo'q. FVG qachon paydo bo'ladi? FVG qachon paydo bo'ladi degandim? Как раз katta krupniy igroklar kirsagina paydo bo'ladi. Katta krupniy igroklar kirganda bozorda katta kuchli razrif paydo bo'ladi. Razrif juda ham katta, men har doim mana shunaqa imbalans qoldirib ketadi. Aynan nimaga bu qoldirib ketadi desalaringiz, aynan katta ob'yom bilan bozorga kirgan. Bozorda mana bu yerda hech qanaqa sotuvchilar yo'q, o'sha sotuvchilar chiqib ketgan. Mana bu yerda faqatgina katta krupniyaklar kirgani uchun bozor faqat impuls bilan ketadi va orqasidan imbalans qoldirib ketadi. Nima uchun sizlarga imbalansni o'rgatdim? Как раз таки mana shu yerdan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ham sizlar nima deysizlar? Mana shu yerda ham xo'p yechdi, mana shu yerdan yechdi. Lekin mana bu yerda ham impuls juda katta nima bor? Harakat bor bayga. Xo'p, zo'r harakat bor ekan. Mana bu yerdan xo'p dedik, mana bu yerdan kiramiz dedik. Xo'p, mana shu yerdan kiramiz. Bu yerda imbalans yo'q kirishimiz uchun. Ko'ryapsizlarmi? Qaytib kelish uchun. Qaranglar, imbalans bormi shu yerda? Kimdir imbalans ko'ryaptimi? Yo'q. Bizda nima keragi bor?
aniqlik kerak. Bozorda aniq joyi bo'lsa, aniqlik, aniq krupniy игрок kirganini sezsalaringiz, bilan qo'shilib savdo qilishlaringiz mumkin bo'ldi, tamom. Boshqa narsa yo'q bozorda. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Prosta o'ylanglar. Ya'ni prosta o'ylashlaringiz nima? Likvidni yechyapti. Bozorda imbalans qoldirib ketyapti. Sizlar imbalansdan savdo qilyapsizlar. Bo'ldi. Likvid nimaligini tushunyapsizlar? Imbalans nimaligini tushunyapsizlar? Bo'ldi, bozorga savdoga kiryapsizlar. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Faqat tushunish kerak. Faqat tushunish nima ekan? Bozorda likvid yechilgandan keyin yechildimi? Juda ham katta ob'yom bozorga teskari tomonga itarib yuborish kerak. Bu buyga bo'ladimi? Bu sellga bo'ladimi? Sellda variant bo'ladigan bo'lsa, bozorda likvid yechildimi? Teskari tomonga juda ham katta agressiv harakat bo'lishi kerak. Harakat bo'ldimi? Krupniy игрокlar sellga kirganini bilasizlar, sezasizlar va sizlar o'shalarga qo'shilib faqatgina savdo qilasizlar. Imbalans qoldirib ketadi, imbalansdan kirasizlar. Bo'ldi. Faqat bu narsani sizlar juda ham ko'p marotaba tajriba, sabr va harakat tushunib, sekin ishlatib 1-2 sootnoshение. Har doim 1-2 ko'p kerak emas bizda. 1-2 sootnoshение ishlaysizlar, foydani olasizlar, chiqib ketasizlar. Yoki keyingi likvidlikgacha, ya'ni sellda qolib ketilgan likvid bo'lsa, aynan mana shu joygacha ishlab olasizlar, bo'ldi. Agarda bu narsani tushuncha olgan bo'lsalaringiz, kimgadir qanaqa foyda bergan bo'lsa, mana shu yerda mikrofonini aytsa bo'ladi, ya'ni foyda bo'ldi, rahmat deb aytish mumkin. Xo'p, qachonki sizlar bozorda katta time framedan bozorda yo'nalishini aniqlab olmaguningizcha bu sistema ishlamaydi deb yuraverasizlar va hech qanaqasiga plus bo'lmaydi sizlarga. Umuman hech qanaqasiga plus bo'lmaydi. Sizlar esa qachonki katta time framelardan sekin tushib keladigan bo'lsalaringiz, bozorda holatini ko'radigan bo'lsangiz, keyin aniqlab ishlay olasizlar. Xo'p, mana bu yerdan men hamma biladi, kanalimga signal berganman. Kecha shu juma kuni signal berganman. Mana shu yerda kim biladi nima sababdan signal berganman? Buni qaranglar, take profit qayerda turibdi va mana shu holatda ham necha pips yurib berdi bozor. Kim ayta oladi bu yerda tillarda ishlamayapti deb. Buni qaranglar. 230 pips, даже 230 pips ham ko'proq. Bilasizlar, mana shu yerda signal berganimmi? Kanalga berganman shu narsani. 1 minutlikda qo'yib ko'rsatyapman. Chota eslolmayapsizlarmi? Ko'ringlarchi, kim biladi men nimaga signal berganman mana shu holatda. Bizda сделка hali ham ochiq turibdi mana shu. Tak, hech kimga savol yo'q. Savol bo'lmasa o'chiraman. Qo'shildimda gruppaga aka, bugun qo'shildim, bugun ko'rib, YouTube'dan ko'rib sizni bugun qo'shilgandim. Bugundan boshlab kuzatyapman-da aka. Bo'ldi, biz mana bu yerdan, ya'ni 204, 203 dan bay berganmiz birat, bozorda narxini ko'ryapsiz. Nechiga chiqib ketdi? 4226, ya'ni 3 dan kirgan bo'lsa 230 pips spokойно bozorda ishlab oldik. Ya'ni juma kuni berilgan signalni bitta dona o'zidan. Agarda sizlar xudo xolasa mana shu narsani, mana hozir men videoni o'chiraman, YouTube ga kirib, qayta ko'rib, tushuncha olinglar va xudo xolasa foyda bersa, men juda ham xursand bo'laman.